Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilamiz. Eslatib o'tamiz, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat hoziroq reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va albatta biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni sotilmagunicha qayta YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib berishga tayyormiz. Bomba qilib reklama qilib beramiz akalar. Videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldiring. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz akalar, ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz sira uchun sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz qora motor qo'yilgan, zadniy mos korobkalari qilingan, hammasi narxi esa 80 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz esa Xorazm viloyatida ekan. Marhamat qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, bizdan navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ-80.1 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sotiladi. Texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktorimiz yurib turgan texnika deb ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning rotorni kasilka chisel komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikalarimizning ham holati a'lo darajada, hech qayerda aybi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz komplekt holatda narxini 100 million so'm deyishmoqda. Yana o'zmoz kami bor, manzil Xorazmda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz kultivator izlab yurgan akalarimiz shuni ushbu ekranda ko'rib turgan kultivatorimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning narxi 35 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana o'zmoz kami bor. Ushbu texnikamizning hamma jihozlari bor. Texnikamiz garantiya holatda, yoqishga tayyor holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz ham Xorazm viloyatida ekan. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosing. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyaga kiringda Jasurbek gazini bosib izoh qoldiring. Men esa sizlarga ertaga zo'r texnikalarni chiqarishga harakat qilaman. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 Belarus traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1982-yilda ishlab chiqarilgan texnikamiz. Qora motor qo'yilgan, zadniy mos korobkalari qilingan, xarajati yo'q texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 80 million so'm, yana o'zmoz kami bor, manzil Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Eslatib o'tamiz akalar, sizda ham texnikalar bo'lsa, sotiladigan, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz akalar, texnikangizni sotilmaguncha qayta zo'r qilib reklama qilib berishga tayyormiz. Biz esa keyingi texnikani aytib o'taman. Ushbu Belarus MTZ-82.1 traktorimiz sotiladi. Holati a'lo darajada deyishmoqda. Texnikamizga real oladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsin deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 75 million so'm, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganman, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz korobka zadniy moslari ochilmagan holatda, zavodskoy holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni hamma yeri soz holatda 1987-yilda ishlab chiqarilgan traktorimiz. Orqa balonlari ham zo'r holatda, rullari gidravlika qilingan, zavod bo'ladi. Hammasi traktorni o'zi bor ekan, faqatgina narxi 60 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Class Arxos 340 traktorimiz sotiladi akalar. Arion traktorimiz sira uchun sotuvga qo'yilgan texnikamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan motochasi esa 5550 motochasi yurgan ekan. Holati a'lo darajada. Hech qanaqa kamchiligi, rasxoti yo'q. Texnikamizni olasiz va ishlatasiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 550 million so'm deyishmoqda. Yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Akalar, kommentariyaga qarasangiz, Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Akalar, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tashlab boramiz. Bemalol kuzatib, o'zingizga ma'qul, kerakli bo'lgan texnikani bemalol topib sotib olishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada. Traktorimizning hujjatlari joyida, 2022-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Hamma narsasi joyida, radnoy turibdi deb aytib o'tishganlar. Ushbu texnikamizning narxi esa 330 million so'm, manzil Buxoroda. Keyin sotiladigan texnikamiz ham ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz holati a'lo darajada, kalitda yonadi, motor qora, hamma yeri soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 6000 dollar, yana o'zmoz kami bor. Texnikamiz Qashqadaryo viloyatida ekan. Bemalol qo'ng'iroq qiling, akamiz bilan bog'laning, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Qiziqganlar bo'lsa marhamat.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan traktorimiz sotuvga qo'yilgan Sinomach 1604 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 160 ot kuchiga ega ekan akalar. Ushbu traktorimizning korobkalari yarim avtomat, yoqilg'i dizelda ekan. Texnikamiz ishlab chiqarilgan yili 2025-yilda ishlab chiqarilgan, yangi ishlatilmagan holatda turibdi deb aytib o'tish kerak. Ushbu texnikamiz manzili Navoiyda, narxi 500 million so'm, yana oz-moz kami bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T16 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sotiladi. Akalar, ushbu T16 traktorimizning holati yaxshi holatda deyishmoqda. Texnikamizda korobka zadniy moslari zo'r holatda, motor holati ham zo'r holatda deyishmoqda. Traktorimizning narxi esa 15 million so'm, yana oz-moz kami bor akalar. Ushbu texnikamiz Samarqand viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa 93lik kodi bilan 856 87 11 raqamlariga qo'ng'iroq qilib boshqa ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Johnder va Prespadboshik Z511 texnikalarimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu traktorimizning yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan, Prespadboshikimiz esa 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikalarimiz soz holatda, hamma yeri zo'r holatda, boyevoy deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz va Prespadboshikimizda olasiz va ishlatasiz. Narxi esa 200 million so'm deyishmoqda, yana oz-moz kami bor. Texnikamiz Surxondaryo viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz New Holland TL5060 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada, hech qanday kamchiligi, aybi joylari yo'q. Traktorimizni faqatgina ishlatish kerak deb aytib o'tish kerak. Traktorimizning narxi esa 72 million so'm, yana oz-moz kami bor. Texnikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasida ekan. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling va albatta o'zingizga ma'qul kelsa sotib oling akalar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ 82 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz yangi holatda, kalit tegmagan deb aytib o'tishganlar. Texnikamiz ishlagan soati 1600 motochasi ishlagan, faqatgina naqdga sotiladi, variantlari yo'q akalar. Ushbu texnikamizning dokumentlari shaxsiy 1 soatda notarius bo'ladi deb qo'ygan ekanlar. Texnikamizning muammosi yo'q, dokumentlarda ham muammo yo'q. Narxi 265 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqandda. Qiziqgan akalar bo'lsa marhamat. Va nihoyat so'nggi sotiladigan texnikamiz Yumzi X6 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning hamma joyi noldan terilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning xarajati yo'q, 4 ta yangi pachka balolar qo'yilgan. Texnikamizning vomlari ham ishlaydi. Narxi 265 million so'm, yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Samarqand viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz akalar. Ertangi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.